Canım, meni shunchalik ham sevasizmi? Nimam yoqadi sizga o'zi? Mana shu shirin so'zlaring. Qurbaqadek ko'zlaring. Og'idiki-diki-dik. O'sha oxunnikidek ko'zlaring yoqadi. Umuman o'zing yoqasan. O'zliging, butunlay o'zing yoqasan. O'g'lim, telegramingga qarab ol. Tishlaymi? Qarab ol. Hop hozir. Hech bir so'z shirinmas onam so'zidek. Hech bir yuz go'zalmas onam yuzidek. Onamning ko'zidek mehrli ko'z yo'q. Artistlik qilyapti. Yo, onam aktyorskisi yo'q-ku. Hech kimsa bo'la olmas onam o'zidek. Ana, oxun ko'zim. Oxun. To'xta. Ayajon, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Dunyodagi eng go'zal, eng chiroyli ayol sizsiz, ayajon. Shu uchun ham sizga o'xshagan chiroyli xotin olganman, aya. Xotining xunuk, Xunik. beparosatan. Shunaqa. Qo'ying shu gaplarni. Mani shu kungacha yetib kelishimga sababchi sizsiz. Men uchun nimalar qilmadingiz? Hamma narsani siz qildingiz, ayajon. O'g'lim, telegramingga qarab ol. Tinchlikmi, dada? Qarab ol. Ya'ni ota shunaqa narsaki, bir narsangizni qilib bermasa ham otani turganini o'zi, tirikligini o'zi yoningizda boshini shunday qimillatib qo'yganini o'zi men borman o'g'lim, qo'rqma. Bos yaxshi bo'ladi hamma. Tiziq qiliq qiling, ey. Aya qo'ying. Turing. Dadam hayot chiqib qo'yibdi-ku. Dada. Ayajon. Dadajon. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Bundan keyin bor mehrimni, e'tiborimni sizlarga beraman. Rahmat. Bemalol meni yelkamga tushganingiz mumkin. Rahmat bolam. Ey, kalla. Telegramimizga qarab oring. Tinchlikmi? Qarab oring. Ayol qachon ayolligini unutadi? Mehr ko'rmaganda, suyangani yelka topolmaganda.